Aslida mana shu 4 ta narsa ayollarni qari ko'rsatadi. Bulardan eng birinchisi noto'g'ri rang tanlash, ya'ni jigar rang, iliq rang. Bizning iqlimdagi ayollarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan rang. Jigar rang kiygan ayollar har doim yoshi nisbatan katta ko'rinadi. Ikkinchisi, eng katta bugungi kunda qizlarimiz, ayollarimiz qilayotgan global xatolardan bittasi pardozni o'ta ko'p qilish. O'ta bo'rttirib yuborish, makiyajni ko'p qilish. Uchinchisi, bu aksessuarlardan noto'g'ri foydalanish yoki umuman foydalanmaslik. Bazaviy kiyimlarni kiyib, rangsiz, hech qanaqa detallarsiz, aksessuarlarsiz, ya'ni ayollarga xos jozibadorlikni ko'rsatadigan detallardan, aksessuarlardan foydalanmaslik. To'rtinchisi va eng asosiysi bu o'ta jiddiy ko'rinish. Ya'ni har doim qovoqlarni uyib, kayfiyatsiz yurish, har doim hayotga jilmayib qarab, har doim yuzimizda tabassum bo'lsa, bu narsa ham ayollarni ancha yilga yoshartiradi. Mana shu xatolardan qaysi birini siz qilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring, fikrlashamiz.